Islom sivilizatsiya markazi tasarrufidagi kutubxonada bugungi kunda olib borilayotgan ishlardan eng muhimi bilasizmi, bu kitobxonga har qanday sharoitda ham qulayliklar yaratish. Bu birinchi navbatda o'sha axborot kutubxonamizda dasturiy ta'minot masalasi eng muhim. Bugun bir nechta dasturiy ta'minotlar bor. Bu O'zbekiston kutubxonalarida bugungi kunda ishlatilayotgan, shu bilan birgalikda biz jahondagi boshqa kutubxonalarni ham amaliyotini o'rganib chiqdik va Koha Ex Libris kompaniyasi tomonidan yaratilgan Koha dasturiga bir urg'uni qaratdik. Bunda boshqa dasturlar, Irbis dasturi, Alma dasturi, Kadat, Armat, milliy dasturlar bilan birgalikda Kohani ham bir alohida o'zining afzalliklarini ko'rsatib berishga harakat qildik. Afzalliklar u ham bulutli texnologiyalarda, ham serverda ham qo'llab-quvvatlaydi. Bizni O'zbekistonda O'zbekiston qonunchiliklariga ko'ra ma'lumotlar, yaratilgan har qanday ma'lumotlarni biz joylaganimizda albatta ular o'sha O'zbekistonda joylashgan serverlarda bo'lishi kerak va bu Koha dasturi buni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birgalikda Koha dasturi bugungi kunda ochiq kalitlarga ega. Koha dasturi bizni Uzmark standartimizni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni o'sha milliy standartlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birgalikda xalqaro standartlar bor, kutubxonachilik sohasida qabul qilingan, ularni ham hammasini bir qo'llab-quvvatlaydi. Aynan shu dasturiy ta'minotda biz kitobxonni kutubxonaga a'zo qilamiz. Uni a'zolik o'sha chiptasi birinchi qavatda joriy qilinadigan aqlli garderoblarga ham o'tadi. Smart garderoblar, aqlli garderoblar deymiz. Bu bugungi kunda yangi kutubxonalarga kirib kelgan, to'g'ri amaliyotda bor. Bu mana Respublika bolalar kutubxonasida kichkina garderobi bor, milliy kutubxonada qildik. Biz Islom sivilizatsiya markazining kutubxonasi uni kengroq, kengaytirilganini o'sha takliflarini beryapmiz. Shularning ustida bir ishladik bugungi kunda. Bu aqlli garderoblarimiz o'sha elektr tarmoqdan uzilib qolgan paytda ham ishlaydi. Kutubxona ochiq zona, elektron kutubxona zonasi yoki bo'lmasam dam olish alohida ana o'sha zonalarda joylashtirganimizda bu biz o'sha arxitektorlar bilan, dizaynerlar bilan birgalikda ishlayapmiz. Har tomonini e'tiborga olish kerak, har jihatini. Kitobxon bu yerda 24 soat foydalanish mumkin. Kutubxonadan xohlasin u an'anaviy kitobdan yoki bosma kitobdan yoki elektrondan foydalansin. Unga hamma tomondan albatta qulay bo'lish kerak.